bolalarga mazza qilib o'ynaydi. Ko'zinglarning oldida bo'ladi. Qaranglar, bolalar maydonchasini hamchi chiroyli reshotkalar bilan o'rab qo'yishibdi. 74 kvadrat metrlik kvartiramiz 61 ming dollarga sotilyapti. 65 ming deyishyapti. Obunachilar uchun talashib tortish 61 mingga tushirib qo'ydi. Sizlar bilan bitta ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Qani? Okalar kirib kelish variantimiz bu yonichi. Men devor olib katta xo'l qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Studiyani variantda bu yoq mana oshxona qismi, oshxonadan balkonga chiqsangiz ham bo'ladi. Eng zo'r tarafi 3 ta xonasida ham balkoni bor. Bu yoq bitta xona qilasiz, bolalar uchun yoki o'zingiz uchun qilsangiz ham bo'ladi. Ko'rasizmi? Katta qilib eshigini ochib, havolarni aylantirsangiz bo'ladi. Endi dizayn o'zingiz didingizga qarab moslab qo'yaverasiz, okey? Bu yoq taraf umumiy sanuzel bo'ladi. Bu yoq tarafda mana bitta yana katta mehmon kutish uchun yoki katta yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdan ham mana balkonga chiqib, keling balkondan bitta ko'ramiz. Manzarani mazza tomosha qilsangiz bo'ladi. Obi-hayot to'yxona oldida joylashgan, mana men ko'rib turganingiz Risiy mosti bo'ladi. Risiy mostdan kelib, chapga kirganingizda, to'g'ri ketadigan bo'lsangiz, qo'yliqqa ketasiz. Qo'shnilarning aytishligi bo'yicha mana shu katlaman paytdagi hali kadastri chiqmaganini, kvadratini 10 million deyishayotgan ekan. Bizlar sotayotganimiz bo'lsa 10 millionga ham bormayapti. Kvartirani ko'rdinglar, 61 ming dollar atrofida uy qidirayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Kadastrda chiqqan tayyor, lokatsiyasi Yashnobod rayon bo'ladi. Risiy mostdan qo'yliqqa qarab kevrishda chap qo'lga kirasiz. Obi-hayot restoranning oldida joylashgan. Qiziqqanlar uchun pastda egalar raqamini yozib qoldiramiz, telefon qilaverasizlar.